Assalomu alaykum hammaga. Shuna deyman bizni xalqlarimiz seriyozli ishni nima ishlayapti. 119 ta litrda kollektor yasalyapti. Bunda katta давление bo'ladi, suv o'tadi, suv yuradi bunda. Bunga обязательно профессиональный ish qilinmasa suv qo'yib oladi stiklarda. Tak, elektrodimiz torli. Mягкий yoqyapti, ko'ryapsizlar. Nasosli stansiyalar uchun kollektorlar yasalyapti. Torli elektrodda. Ertalabdan kechgacha yasaladi. Mana bizani shu kichkinagina apparatimizda xizmat ko'rsatyapti hozir. Bunaqa professional ishdagi professional apparatlar olmasaga bo'lmaydi, chunki stiklar yaxshi bo'lmasa, shoflar yaxshi bo'lmasa suv qo'yib yuboradi. Davleniya baland, katta davleniya ishlaydigan kollektorlar bular. Kichkina 200 amperli mini. Ertalabdan kechgacha ishlaganda ham ishlab berish kerak. Bo'lmasa bunaqa nagruzkada soat apparat almashtiraverasizlar. Bu tepada ishlatishga ham juda qulay, tepa joyda ishlatishga. Tepasida remeni bor, yelkadagi osolib chiqib ketaverasizlar. Tepada ishlatilgan, mana bitta qo'ldan katta kichiligi, mana ko'rib turibsizlar. Ertadan kechgacha tinmasdan ishlaydi shu soat apparatimiz. Bu haqiqiy nima desa bo'ladi? Joy tanlamaydigan, sharoit so'ramaydigan, ishlaydigan apparat. Professional apparatlar. Ishlar sifatli chiqish uchun sifatli apparatlardan foydalansanglar, qilgan ishinglar uzoq muddatga xizmat qiladi.